Ice Soldier ovoz berishda qo'shilmagan moblardan biri. Uning kelib chiqishi talonchilar guruhiga tegishli bo'lishi kerak edi. Lekin shu bilan birga u yolg'iz yashashi kerak edi, botqoqlarda yashaydigan jodugar kabi. O'sha paytdagi ovoz berishda yorqin 8 oyoq g'alaba qozongan edi. Bu shubhasiz o'yinga yorqin matnning qiziqarli mexanikasini qo'shdi. Lekin men o'yinga talonchilarning eng jangari fraksiyasi Ice Soldierni qo'shilishini xohlar edim. Ushbu mob Minecraft Dungeons'da ham bor. Bu haqda ma'lumot treylerdan ma'lum. Ishlab chiqaruvchilardan olingan ma'lumotlar Ice Soldierning ovozli treklari va tashqi ko'rinishi Ice Soldier haqida bizga xabar berishi mumkin. Qanday qilib u talonchilar qo'shinining qolgan qismidan ajralib, tog'larda yolg'iz yashay boshladi va nega uning ko'zlari qizil rangda? Axir boshqa katta burunlilarning ko'zlarining rangi yashil rangda-ku. Va agar bu mob o'yinga qo'shilganda, undanda ko'proq narsalar bo'lar edi. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va qulayroq o'tirib oling, siz shu haftalik kanaldasiz va biz Minecraft teoriyani boshladik. Ice Soldier talonchilarning guruhining ikkinchi sehrgaridir. Talonchilarning butun armiyasi juda muvozanatli. Bu yerda yaqin jangchi, tank va arbaletda otadigan uzoq masofali jangchi, albatta sehrgar va hatto tabib shaklida eliksir ishlab chiqaruvchi ham mavjud. Bu butun guruhga yana bir sehrgar qo'shiladi. U talonchilarning asosiy sehrgardan farqli o'laroq o'yinchi ustiga muzni qanday chaqirishni biladi va zarar yetkazadi. Ice Soldier qo'lini boshi tepasida xuddi chaqiruvchi bilan bir xil yoki deyarli bir xil tarzda silkitadi. Umuman olganda talonchilarning barcha sehrlari qo'llarini boshlari ustida ko'tarilib silkitishiga to'g'ri kelishini haqiqat sifatida qabul qilish kerak. Chunki chaqiruvchi ham o'zining 3 ta afsunini shunday qiladi. Bundan tashqari Ice Soldier bunda deyarli farq qilmaydi, lekin uning sehri hali ham chaqiruvchidan farq qiladi. Va uning hujumi paytida bizda mavjud bo'lgan ovozli treklar. Bir eshitib ko'ring. Ulardan biz o'yinchi ustidagi muz bloklarini hosil qilishini va ularni chaqirmasligini tushunishimiz mumkin. Tovushlardan keyin sehr muzning siqilganini va keyin o'yinchiga tushishini eshitishingiz mumkin. Chaqiruvchi esa Vexni aynan shunday chaqiradi. Va yana siz bilganingizdek, Ice Soldier sizni boshingizga muz tushirgandan keyin yangi effekt beradi. Ya'ni bu effekt sizni bir necha soniyaga qotirib qo'yadi. Minecraft olamida Ice Soldier tarixi qanday? Agar biz uni Minecraftda ko'rmasak ham, u qorli tog'larda paydo bo'lishi kerak edi. U qorli yoki muzli tog'larda hech kimsiz yolg'iz yashaydi. Talonchilar guruhini qachon tark etgan va nega lager yoki u vashshiy qasrni tark etgan? U talonchilarning umumiy armiyasini ancha oldin tark etgan. Buni bizga uning teri rangi odatdagi kulrangdan ko'k rangga ega bo'lgan kulrang rangga o'zgarishi bilan aytilishi mumkin. Bu bizga Ice Soldier uzoq vaqt davomida qor ostida bo'lganligini aniq aytadi. U oddiy sababga ko'ra talonchilar guruhi chiqarib yuborilmagan, chunki u ko'pincha armiyaning qolgan qismi bilan birga namoyish etadi. Agar ular Minecraftdagi o'yinchini o'ldirishi kerak bo'lsa, bu ehtimol reydlar orqali amalga oshiriladi. Jodugar bilan ham xuddi shunday, u alohida yashaydi, ammo u bu ish kerak bo'lsa, u albatta yordamga keladi. Ice Soldier jodugar bo'lib yashashi rejalashtirilgan edi. Keyin biz Ice Soldier va qolgan talonchilar o'rtasida hech qanday adovat yo'qligini tushundik. Xo'p, unda nega u nima sababdan saroyni tark etishi mumkin edi? Men uning ketishi uning sehri bilan bog'liq deb taxmin qilaman. U Red uchun o'z biomining chegaralaridan tashqariga chiqishi va sehrini qorli tog'lardan tashqarida qo'llashi mumkin, ammo u kuchini to'ldirish uchun albatta tog'larga qaytishi kerak. Uning turmush tarzi va albatta sehri abadiy sovuq biom bilan bog'liq. Shuning uchun ham u faqat kerak bo'lganda uni tark etadi. Bu uning barcha talonchilarning doimiy yashash joyidan chiqib ketishini ixtiyoriy ravishda hech kim haydamaganligini va u o'zi uchun bu hayot yo'lini tanlaganini tushuntiradi. Biz Ice Soldier haqida ko'p narsa bilmaymiz. Bu mob qayerdadir yashashi kerak edi. Va misol yana botqoqlikda o'z kulbasi bor jodugar keladi. Ice Soldier dunyo bo'ylab aylanib yuradigan zombi yoki skelet emas. Bu kondagi hayotda mamnun bo'lgan o'rgimchak ham emas. Ice Soldier aqliy jihatdan sehrga ega bo'lgan aqlli mob. U o'yinchiga o'xshaydi va uning aqli piglinlardan ozgina kattaroq. Lekin piglinlarning ham aqliy jihatdan intellekti talonchilardan ozgina pastroq, ammo ularning ham yashashga joyi mavjud. Ehtimol Ice Soldierni qo'shish orqali biz qorli tog'larda yangi inshootni ko'rardik yoki bo'lmasam ishlab chiqaruvchilar uni shunchaki hozirgi o'zimizda ham bor iglaga bog'lab qo'yar edi. Ehtimol bu mantiqiydir, chunki biz iglani kim yaratganini va tajribalarni kim o'tkazganini taxmin qilib ham o'tirmasdan darhol javobni bilib olardik. Ice Soldierning o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning ko'zlari qizil va buni boshqa katta burunlilar bilan taqqoslab bo'lmaydi. Hatto qishloqining ko'zlari och yashil rangga ega, talonchilarning ko'zlari esa to'q yashil rangga ega. Lekin Golem
Game ham bor. Uning ko'zlari ham qizil va burni ham bor. Lekin uni sun'iy ravishda yaratilgan robot va uni tirik Isolager bilan taqqoslab bo'lmaydi. Isolager bunday qizil ko'zlarni qayerdan olganini hech kim bilmaydi. Uning xususiyati haqida ma'lum bo'lgan narsa shundaki, u klassik Minecraftda plashni kiyar edi. Bu katta ehtimol bilan o'yinchi plashi sifatida amalga oshirilishi mumkin, chunki treylerda u animer sifatida ko'rsatilgan. Lekin hech kim orqa tomonga yopishtirilgan bu turdagi plashni istisno qilmaydi. Plashdan eng mantiqiy foydalanish bu Isolager yashaydigan biomlarning qattiq qish shamolidan himoya qilishdir. Minecraftda Isolagerni ko'rish yaxshi bo'lar edi, chunki u talonchilar guruhiga bilim qo'shadi va ehtimol Minecraft biroz murakkabroq bo'lar edi. Video tugadi, kanalga obuna bo'linglar.